Barchaga assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Xo'p, sizlar bilan shu DTMda tushib kelayotgan majburiy savollarda 14-yil 2-smenani tahlil bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi savol oddiygina tenglama. Mana shu tenglamani ishlang degan bo'ldi. Xo'p, bilamiz, tenglamada x lar chap tomonga yig'ish kerak. 16x yoniga 12x ayirib o'tkazilsak, bu tomondagi 13 yoniga -3 plus 3 bo'lib o'tsa. Mana bularni ayirganimizda oddiygina 4x, bularni qo'shsak 16. Ko'payib turibdi, u tomonga bo'lish bo'lib o'tsa, shunchaki 16 ni 4 ga bo'lamiz. Natijada 4 degan x javob chiqadi. Juda ham oddiy savol, shunaqa. Savol yo'q hech kimda. Xo'p, 2 ga qaranglar. 2 da nima deyapti? 1 dan 85 gacha barcha natural sonni yozish kerak. 1 dan ketma-ket uzmasdan 85 gacha yozish kerak. Va deydi, 6 raqami necha marta ishtirok etadi deydi. Bo'ldi? Shunchaki yozib qo'yarsak ham bo'ladi. 6 deganda 6 raqamini ko'ramiz. 1 2 3 4 5 deganda 5 lar ichida bir 6 yo'qda. Keyin 10 larga o'tganimizdan keyin 16 da ko'ramiz. 26, 36, 46, 56. Bizda 85 gacha deyilganmidi? 85 gacha bo'lsa, hali 60 larda ham 6 bor hali. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 va 76, 86 desam 85 gacha yozing degan. Endi sanaylar. 6 raqami bor sonlar yozdim. Necha marta 6 raqam ishtirok etdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 66 da 2 ta ketadimi? 15, 16, 17, 18. Jami 18 ta. 18 ta 6 raqamini ko'rishimiz mumkin ekan. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi. 3-savolda 180 bilan 0.8 ni ko'paytirish kerak va o'sha javobda 25% ni topish kerak. Tushunarlimi? O'zi foiz qanday topilardi? 25% ni topish degani umumiy ko'paytirgan degan qanaqadir javob chiqadi-yu, to'g'ridan to'g'ri topib ketaman. Mana shu ko'paytmani 25% degani 25 ni ko'paytirib 100 ga bo'lish. 25% ni topyapmiz hozir. Ketdi, boshladik. 180 ni tagida 1 bor, yosim shart emas. 0.8 ni 8 taqsim 10 desak, mana buni qisqarib ketsa 1 taqsim 4 qoladimi? Ketdi, mana bular qisqardi. 2 qoldi. Mana bu 0 bilan 0 ketdi. Oddiy 18 bilan 2. 36 degan javob ekan. Tushunarlimi? Juda ham oddiygina yaxshi savol. Xo'sh, 4-sida A bilan B ning qiymatini bergan. A 15.5, B 14.4. Mana bu yerga olib kelib qo'yib hisoblash kerak bo'ldi. Endi buni asosiyda o'qigan o'quvchilar biladi hissa ko'paytirish formulasi. A minus B plus B. Bilmagan o'quvchi ham hech bo'lmaganda o'rniga olib kelib qo'yib, ya'ni 15.5 keladi kvadrati deydi, 14.5 keladi uni kvadrati deydi, ayirib qo'yadi. Yoki majburiyda o'qiganlar ham ba'zilar bilish mumkin-da mana shu formulani. A minus B plus B. O'shanga qo'yib keturamiz, bo'ladimi? Buni formulasi. A minus B, A plus B. Ani endi o'rniga olib kelinglar shuni. A bilan B nima qildi? Ayirdimi? Ayirma 1 bo'ladi. Ko'paytirilgan. A bilan B ni qo'sh dedi. 14,5 15,5 bu ko'paysa 30 degan javob chiqyapti. Tushunarli bo'ldimi? Tinchgina mana shu bilan hisoblasak ham bo'laveradi. Endi bunda 5-savol. Buni ayirishimiz kerak. Ayirishda atalib sal joy qoldirdim, ustun shaklda ayirib ko'rsatmoqchiman. Xo'p, 1 dan ayiramiz 0.095. 1 ning verguli bilan bu ikkinchi sonni verguli tagma-tag tushish kerakmidi? 1 da vergul qani? Qayerda bo'ladi 1 da vergul? 1 da orqasida bo'ladi, shunaqami? 1 butun ayrilgan 0.095. Mana. Tushunarli bo'ldimi? Yetmagan joyga nima qilardik? Bemalol 0 lar qo'yib ketardik. Ana endi ayirmoqchimiz. 0 dan 5 ayirib bo'lmaydi, bilasizlar, qarz yetib keladi bir-biriga. 10 dan 5 ketsa 5, bu yer 9 qoladi. Ayirsak 0, 9 qoladi. Ayirsak 9, 0 qoldi. Ayirsak 0. Verguli to'g'ri tushib kelardi. 0.905 degan javob bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi. 6-savol. 7 burchakli prizma. 7 burchakli prizma deyilgan, mana shaklini chizib oldik va shu savolda uchlari soni nechta? O'zi prizma degani nima degan? Xo'p,
3 burchakli prizma, 5 burchakli prizma, 7 burchakli prizma, 18 burchakli prizma ketaveradi yo'q. 7 burchakli desa, 7 ta burchagi bor, o'zingizlar bir shakl chizib olasizlar. Xuddi shunaqa tepasida ham bo'ladi va tutashtirib chiqadi tepa pastlar. Natijada prizma hosil bo'ladi. Asosi 4 burchakli bo'lishi mumkin, asosi 5 burchakli bo'lishi mumkin. Hozir 7 burchakli. Asosi 7 burchak, tepasi ham 7 burchak. Hammasini tutashtirib chiqsak, prizma hosil bo'lar ekan. Endi shuni aytayapti, nechta uchi bor deyapti. Buni uchi nima bo'ladi? Mana bularning nuqtalar. Ketdim, bu yerdan boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepa qismida 7 ta, pastki qismida ham mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jami 14 ta uchi bor ekan. Tushunarlimi? Men sizlarga qo'shimcha aytib ketaman. Mana shu 7 burchakli prizmani nechta yoqlari bor? Yoqlari. Yoq degan ketdi. Yon devorlarimi? Mana bu bitta. Mana bu ikkita, ketdi 3 ta, orqa tomon 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Tepa va pastni ham hisobga olish kerak. Shunaqami? Tepa va pastlarim yoqlar hisobida ketadi. Nechta tomon bo'lsa, o'shancha va plus 2 ta bo'ladi-da har doim. Deylik 10 burchakli prizma desa, 10 ta yon devori bo'ladi. Tepa va past har doim 2 qo'shiladi. Deylik 40 burchakli prizma desa, 40 ta yoni bor va tepa va past asoslar qo'shsak, jami 42 ta yog'i bo'lardi. Hozir 7 burchakli, shunda biz 7 plus 2 deymizmi? Bu 7 ta yon devori, 2 tepa va past. Jami 9 ta yoqlari bor. Endi keyingi savol. Bu shaklni nechta qirrasi bor? 7 tamidi? Qirra degan mana bular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta tushib chiqadi-da 7 ta nuqtadan. Demak, 7 ta tik turganlari tepada ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepada 7 ta, pastda 7 ta. Bu degani tiklari 7 ta, tepa va pastda 7 tadan. Jami 7 ga urishsak nima bo'ladi? 20. Bu sanasanglar ham bo'ladi, 20 ta kelib chiqadi. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi. Bu tushunarli bo'ladigan bo'lsa, bu nima dedik? Qirra dedikmi? Qirralari. Keyingi savolimiz 8, yo'q, 7. 7-savolda mana shu son 9 ga bo'linsa, x ni o'rniga qanaqa raqam tanlashimiz kerak? 9 ga bo'linish qoidasi bilamiz-a? Qanday bo'lar 9 ga bo'linish qoidasi? Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, hammasini qo'shib chiqamiz. O'shinglar. 9 jami 9 ga 15 24 bo'ladi. Jami 24 bo'lsa, nechi bo'lganda bo'linardi? 27 bo'lganida mana bu yerga 3 kelsa. Tushundinglarmi? Bo'ldi, x qiymati oddiygina 3 ekan. X raqamini o'rniga 3 qo'ysak, hamma raqamini qo'shib chiqamiz 27 va u 9 ga bo'linib ketadi. Tushunarli bo'ldimi? Savolingiz yo'qmi? Xo'p, 8. Masala ekan, 8-savolimiz. Deydiki, go'sht qaynatilganda o'z vazni 40% ni yo'qotadi. Tushunarlimi? Go'sht qaynatilganda o'z vazni 40% ni yo'qotadi. 900 gram qaynatilgan go'sht hosil qilish uchun qancha xom go'sht qo'shish kerak? Shuniga bir idishga deylik 1 kilogram xom go'sht tashlasak, uni qaynatsanglar 40% ni yo'qotsa, bu degani 400 grami chiqib ketadi. 600 gram toza go'sht qoladi, qaynatilgan go'sht. Hozir bizning savol boshqacha. 900 gram qaynatilgan toza go'sht olish uchun qancha xom go'sht qo'shish kerak edi deyapti. Mana bunday qilamiz, qaranglar. Qanchadir xom go'sht qo'shilsa ham, doim uni bizga qanchasi qoladi bizga? 60% qoladimi? Demak, jami qancha go'sht tashilsa ham, o'shani 60% bizga qoladi. Bizga qoladigan hozir 900 gram qolishi kerak. Jami qanchadir xom go'shtni 60% tushundinglarmi? Qoladigan 900 gram. Yetdimi shu miyaga? Tushundinglar? Bo'lchi tegini boshlab qo'yamiz. Xo'p, nollar qisqarib ketadigan bo'lsa, 6 ta qismi. Xo'p, 10 ni ko'paytiraversak bu yerga 9000 bo'ladimi? 9000 ni 6 ga bo'lamiz. 9000 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 90 ni ichida nechta bor edi? 15 tami? 15 ta bo'lsa, 2 ta 0 qo'shiladi, 1,5 x teng 1,5 kilogram bo'ladimi shunda? Yo'q, 1,5 gram bo'ladi. Chunki 900 gram degan edi-da bizda. Yaxshimi? 1,5 kilogramda endi.
1500 gram xom go'sht tashlasak, demak 900 gram bizga pishgan go'sht qoladi. Qaynatilgan toza go'sht. Tushunarli? Xo'p, 9-savolda birinchi smenadagina ham ko'rdik, shunaqa savol bor edi. Nechta yog'i bor deyapti? Yog'lari. Yog'lar juda ham oddiy. Yon devorlari 4 ta, tepa va past jami 6 ta yog'lari bor. Tushunarli? 6 ta yog'. 10-savol. Aylanadagi 4 ta nuqta orqali nechta vatar o'tkazish mumkin? Aylana. Aylanadan 4 ta nuqta oldim. Mana shu 4 ta nuqta orqali nechta vatar o'tkazish mumkin deyapti. Vatar bu nima? Ikkita nuqtalarni tutashtirsang bo'ldi, vatar bo'ladi. Ikki nuqtani tutashtirsang vatar. Masalan, mana bu nuqta orqali boshladim. Bitta vatar, ikkita vatar, 3 ta vatar. Tushunarli bo'ldimi? Bu orqali 3 ta vatar ketdi. Mana bunga o'tyapman. Bunga qarab yurmayman, chunki yurib bo'ldik ustidan. Endi bitta vatar, ikkita vatar. Bundan 3 ta chiqdi, bundan 2 ta chiqdi. Jami 5 ta bo'ldimi? 5 ta. Endi bunga o'tdik. Bu unga yura olmaydi, bunga yura olmaydi. Bunga qarab yuradi. Bundan bitta vatar chiqdi, shunaqami? Bo'ldi. 3 ta, 2 ta, bitta, 6 ta bo'ldi. Endi qiziq, mana bundanchi. Bu hech qaysiga bora olmaydi. Hammasi bunga yetib keldi-da. Bu degani 6 ta vatar o'tkazish mumkin ekan. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi mana shu savolga qo'shimcha qilaman. Buni o'zi oddiy ishlasak ham bo'lyapti, juda ham oddiy bo'lyapti, lekin kombinatorga o'tganlar biladi buni. Kombinatorga ham ishlab chiqarsa bo'ladi. Kombinatorga bo'yicha qisqacha aytib ketaman. S deydi. Nechta nuqta bor edi bizda? 4 ta nuqta bor edi. 4 taga qo'yiladi. Biz vatarni nechta nuqta orqali hosil qilyapmiz? 2 ta. Demak, bizga 2 ta nuqta kerak bo'ladi. 4 dan 2 faktorial hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Bu qanday hisoblanadi? Qaranglar. Doim kattasi 4 faktorial tepaga qo'yiladi. Kichigi pastga qo'yiladi. Ko'paytirilgan bir-biridan ayirib pastga yoziladi yana. Bir-biridan ayirsak 2 faktorial deb yoziladi. Hammasi faktorial. Tushunarli bo'ldimi? Endi faktorialni bilamiz, birdan o'sha songacha ko'paytma. 4 degani 1, 2, 3, 4. 2 faktorial 1 kere 2, 2 faktorial 1 kere 2. Surat qismi 24, mahraj qismi 4 bo'laversak, mana 6 ta vatar chiqarish mumkin. Bu formulani yozib ketganim sababi, hozir 4 dona nuqta dedida, deylik 5 ta nuqta, 6 ta nuqta orqali deb qolsa, o'shan kerak bo'ladi. 6 ta nuqta desa nima deymiz? 6 dan 2. Jami 6 ta nuqta bor. Bizga 2 ta nuqtasi orqali vatar yasaymiz bo'ldi. 6 dan 2 bo'lganida 6 faktorial tepaga yozilardi. 2 faktorial pastga yozilardi. 6 dan 4 ayirib, 6 dan 2 ni ayirib javobini aytib qo'ydim. 6 dan 2 ni 4 faktorial yozardik. Tushunarli, o'shani hisob qo'yardinglar. Bo'ldi, shu bilan javob kelib chiqardi. Xo'p, yaxshi, savolinglar bo'lmasa, demak buni yozaveramiz.